Salom nomradiylar, sizlar bilan Xomon. Bugungi videomizda biz sizlar bilan haftada to'planib qolgan eng hali hovuri tutuni ketmagan xabarlarni muhokama qilamiz. O'ylaymanki sizlarga qiziqarli bo'ladi. UFC 318 turniri 19-iyulda bo'lib o'tadi. To'g'risi yoz issiq keladi bilasizlar O'zbekistonda. Bu jang bilan yanada qaynoq bo'ladi. Bu Max Holloway va Dustin Poirier 3-jangi. To'g'risi ularning oldingi janglari 2012-yilda bo'lib o'tgan. 2012-yildagi jangda Dustin Poirier g'alaba qozongan bo'g'ish usuli orqali va shuningdek ikkinchi revanshi 2019-yil bo'lgan. Va Poirier Max Hollowayni o'sha payt ham ustidan g'alaba qozongan, faqat sudyalar qarori bo'yicha. Endi mana 3-jangi bo'lyapti. O'zi UFC'ga ham farqi qolmadi. Uje kim bilan jang berishdi? Qo'yt 2 marta yutkizgan bo'ladimi? Qo'yt 100 marta yutkizgan bo'ladimi? Sami glavni UFC'ni saqlab qolish maqsad. Xullas, qiziqarli jang, tomosha qilishga arziydi. BMF kamari uchun bo'ladi. Hozircha ushbu kamar Max Hollowayda va Dustin Poirier mana oxir oqibat mana shu o'zini haqiqiy raqibini topdi. Stoykada qanchalik darajada kuchliligini isbotlab qo'yishi mumkin. Men ushbu jangda to'g'risi kimga ballit qilishni bilmayman, lekin ikkalasi ham zo'r urishadi. Xullas, chiroyli jang bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Menimcha sizlarga bu jang juda ham qiziqarli. Bunday janglarga albatta kommentariyada havola bo'ladi. Telegramga o'tamiz. Telegramda havolaga o'tib iPhone promokonda kirgizsangiz 5 milliondan 10 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin. Hammaga omad tilayman, chunki omaddan boshqa hech narsa yordam bermasligi mumkin. Islom Maxachevni keyingi jangi to'g'risi aniq bo'lmayapti. Kim bo'lishi ham hozircha noma'lum. Bir Tapuriya bilan bo'ladi deyapti, chunki u aynan Maxachevni vazniga o'tgan. Bir Justin Gaethje bilan bo'ladi deyapti. Xullas biz bilmaymiz, hali rasmiy e'lon yo'q, lekin men o'ylashim bo'yicha Tapuriya bilan bo'lsa zo'r bo'lardi, chunki u hozir topda, bilasizlar. Lekin albatta Maxachevni vaznida hali jang o'tkazmagan. Gaethje bilan jang esa do'stlar, Maxachevni men uchun unchalik qiziq emas, chunki Gaethje уже bo'ldi, tugadi. U o'sha stoykada ham ko'ryapsizlar, zo'rg'a jang o'tkazyapti. Maxachev bilan umuman imkoniyati yo'q deb o'ylayman Gaethjeni. Shuning uchun Tapuriya bilan sal qiziqarliroq. Qaysi jang bo'lishini xohlaysiz o'zi siz? 9-may kuni Qozog'istonda Olmaotada jang bo'lib o'tadi. 26 yoshli Humoyun To'xtamurodov jangi bo'ladi. Biz anchadan beri ushbu jangchini kuzatamiz va janglari haqiqatda bizga qiziqarli. Boris FC degan promotion, agar to'g'ri aytgan bo'lsam, va uning raqibi rossiyalik Dmitriy Yakovlev degan jangchi raqiblik qiladi xullas. To'xtamurodovning 12 ta g'alabasi bor, 5 ta mag'lubiyati. Dmitriy Yakovlevning esa to'g'risi rekordi unchalik zo'r emas, 5 ta g'alaba va 8 ta mag'lubiyati bor. Nima qilamiz? Humoyunga omad tilaymiz, menimcha ancha oson jang bo'ladi. 26 aprel kuni Odilxonni jangi bo'lishi kerak edi qirg'izistonlik jangchi bilan, lekin bekor bo'ldi. 26 aprelda bo'lishi kerak edi. Shuningdek, Alash Pride bir necha raqiblarni ham taqdim etgan Odilxonga, lekin hammasi nimagadir отказ bergan. Bir nechta jangchilar va shu bilan birga уже Odilxonni jangi bo'lmaydi, boshqa turnirda bo'ladigan bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Nega buni nastroyi yo'q deb hozir aytayotgan bo'lishinglar tabiiy. Tak, ikkita soperligimiz ham отказ qildi. Oxirgi qabul qilgan braziliyas esa mendan 10 kilo og'ir bo'lganiga men davay dedim, liga qo'ymayapti. Endi bizda Adilxonda екі sopernik kelmay qoldi. So'ng sebebidan bizda kecha braziliyas kelgan bo'lgandi, biroq 14 kilo perevес. Endi o'ta og'ir, salmoq og'ir. Endi so'ng bizda taqda Babur Abdulazizov degan chempion to'g'risida bo'lgan, 10 ta qarshilas kelmay qolganman. Kimda qo'ygan bo'lamiz? Braziliyasdan bor. Ming afsuski kutgandek bu jangni, to'g'risi qiziqarli bo'lardi. Nima deymiz? Shunaqa ekan xullas. Alash Pride'da Odilxonning imkoniyatlari qanaqa? Albatta kommentariyada yozishingiz mumkin. Sizlar bilan esa har doimgidek iPhone bo'ldi. Videoga nima qilishni o'zingizlar bilasizlar. Hammalarga chao.